Siz guvalıq vermekçimi? Şundaq. Ha, özünüzü bir tanıştırıp etin. Men vatanimiz Şarkı Türkistan'ın Qashqar vilayet Qo'g'on Qo'ng'shi 8-kent 6 guruh. İsmim Fatigul Abdikirim. Mening anam dadam hayat 2 yıl aldı kurashgan, 2 yıldan keyin ko'rishmadim. Hozir hayotmi, tirikmi men ularni zot bilmayman. Men 2 yildan oldida onam bilan ko'rishgan vaqtimizda onamning singlisining o'g'li Osmonjon Ro'zi Dixon, onamning inisining o'g'li Qodijon Abdurahim. Ondan keyin dadamning inisining o'g'li Tusneli Ablimit. Ular Dixon. Ondan bizning masjidning imomi kichik masjid, bizning bir kentning kichik masjidning imomi Ubul Qosim Atalla. Ondan ma'zini vaqtim deb ancha-muncha azon o'qiydi. Bizning qo'shnimiz ham bizning tuqunimiz Hashimxon Abdurashid. Onda onun singlisi Anugul Abdurashid. Bular hammasi Dixon. Nima gunohi bor? Men anglamadim bular. Onam 2 yil oldin bular uyg'unishga ketdi. Dedi men jazolashlarga. Onam ham telefonda aniq puxtiramag'achqa ketdi desa, menga telefonda konuştu, gaplashmaydi deb, ular uyg'unishga ketdi, doktorxonaga ketdi deb uqtiratdi. Men onadagi "Ha, bular nima qildi?" deb idiyimdan hozir ular Dixon nima gunohi bor? Deb nim qildim. Keyin bir mezgildan keyin qilsam singlimning yo'ldoshi, qaynonasi 60 yosh. Aysagul Rozi. Uning 2 o'g'li, o'g'lining ismi Tusinjon Ablimit. Abla. Singlimning yo'ldoshining ismi Ubul Qosim abla. Ularni eketgan. U Aysagul Rozi 60 yoshlik bir ayol. U men nemiz eketgan hozirgacha İdiyemde ötmeydi. Çünkü ular bir Dixonning nemi gunohi bor? İdiyemde ötmeydi. İdiyemde ötmey. Hozir o'zimning psixikalarim pek buzuq. Hech kim gap qilmagan.